Atamxamedov Qahhorjon Mirkomilovich shu kiyim sifat bunyod korxonasining rahbari shu mana shu obyekt qildi. Bu o'sha futbol akademiyasini bolalar uchun yotoqxonasi. Imoratda eshigi romi bo'lmasa imorat emas-ku. Shu ochadigani ham o'zi o'sha. Stek yonimizdagi vesna binolarni, profilaktoriyani, romlarni qo'yib bergan edi. Mana ko'rsanglar bo'ladi, yaxshi turibdi. Ochilib yopilishlari yaxshi. Umuman mana shunaqa romlarni yasayotganda ko'plar bilan ishlab ko'rganmiz. Asosiy mana mexanizm bor, mayda aksessuarlari bor. Profil o'zi hammasi bir xil, faqat aksessuarlari har xil. Istekda shu sifatli qo'yilgani uchun tanladi. Chunki u sifatsiz qo'ysa, u 1 yilga bormay, o'sha ochilmay yopilsa yopilmaydi, ochilsa ochilmaydi. Endi istekda lekin zavodskoyni qo'ygani uchun mana hozir necha yildan beri ochilib yopyapti. Shu 4 ta obyektlarni borib ko'rganmiz. Именно o'sha zavodskoy materiallar, fabrichniy materiallar qo'yishligi o'sha tarafi yoqdi bizga. Zamonaviyroq qilish uchun ham o't terasida biz o'tni yozda ham, qishda ham foydalanish uchun o'sha gelatinani tanladim asosan. Bu gelatina hozir ko'pchilik yaxshi aniq qilmaydi buni, tushunmaydi. Qulay tarafi, misol uchun, odamlar mana misol basseyn quradi. Zimniy, letniy qiladi yoki bo'lmasa oshxonani zimniysini qiladi, letniy. Gelatina bilan shu ikkalovini bittada hal qilsa bo'ladi. Ya'ni yozda ochib qo'yadi, u letniy bo'lib qoladi. Qishda yopib qo'yadi, u zimniy bo'lib qoladi. Profilda rangi chiroyli chiqdi. Bizga qulay tarafi, bizning fasadlarimiz ham, alakaponlarimiz ham shunga mos kelganda to'liq shakllandi-da, bir-biriga mos keldi. Stekka endi xudo xolisa yangi obyektlarda обязательно chaqiramiz. Yaxshi bolalar ishlaydi. Hammasi muomalasi yaxshi, o'ylaganimizdek bo'ldi.